Assalamu alaykum adaşlar. Yaxshi turibsizlarmi? Men Zarina. Men Zafira. Bugun biz Marfina Atjan boshlagan kitob o'qish faoliyatiga Burxon ukamning taklifi bilan qatnashdik. Bugun biz sizlarga bir masalni o'qib beraylik. Chiroyli xo'roz. Burun bir xo'roz bo'lgan ekan. U o'ziga "Bek chiroyliman" deb tamanno qo'ydi ekan va ertadan kechgacha "Bir chiroyli xo'rozman, qizil tojim beshimda, bo'yim putlarim rangdor, tangdishim yo'q jahonda" deb naqsha aytib yurdi ekan. Bir kuni xo'roz qo'rsqini rosa to'yg'izgandan keyin qadiyib naqsha aytgan puti yo'g'on bir tut daraxtning tubiga kelibdi-da, bir jangal dumbaxtisini ko'rib: "Hey, uzun tumshuq jangal dumbaxtisi, biz chiroyliligimizni sizishtirib boqaylik-chi. Qaysimiz chiroyli?" debdi jangal dumbaxtisi. Kechirgin, mening hozir bo'sh vaqtim yo'q. Qayri daraxtlarga qurut tushib ketibdi. Ularning kasalini davolmasam bo'lmaydi, debdi sovuqqina. Bu gapni anglagan xo'roz naqsini aytib, aljanglab manginicha ketib qopti. Xo'roz bir boqqa ketdi. U yerda bir asal larisini ko'rib: "Dumbax ko'zlari chaq, chiroyliligimizni sizishtirib ko'raylik-chi. Qaysimiz chiroyli?" debdi asal larisi. "Kechirgin, gul giyohlar chechakladi, men berib basallig'iman", debdi sovuqqina. Xo'roz buni anglab naqsini aytib, aljanlig'icha ketib qopti. Xo'roz manga bir shalliqqa berib, bir paqini ko'ribdi-da: "Hey, yo'g'on qo'rsoq paqa, qani bu yoqqa kelgina. Biz chiroyliligimizni silishtirib ko'raylik. Qaysimiz chiroyli?" debdi paqa to'ngliq bilan. "Kechirgin, shalliqda ziyonli qurut bor ekan. Men qurutlarni tutmasam bo'lmaydi", debdi. Xo'roz hech kimning o'zi bilan chiroyliligini silishtirishga unmaganligini ko'rib, noiloj keyniga inibdi. Xo'roz yo'lda ochliq ortilgan ot bilan uchrashib qopti va hasratlangan holda: "Ot tog'a, men jangal dumbaxtisi, asal larisi, paqalarning qishig'i berib, chiroyliligimizni silishtirib boqaylik desam, ular nimishqa menga parvo qilmaydi?" debdi. Chunki ular chiroylik yoki shodlikka baho berishda tashqi ko'rinishga qaramay, boshqalarga manfaat yetkazmaydiganligiga qarash kerakligini uqur ekan, debdi ot. Xo'roz buni anglab bek xijil bo'pti va shuningdan keyin o'zini maqtamaydigan, har kuni saharda chillab kishilarni o'rnidan turishga undaydigan bo'pti. Maqol: "Odamning solmatiga qarama, mehnatiga qara." Masal mushu yerda oxirlashdi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Kelar qitimlik kitob o'qish faoliyatiga O'tkir adashni taklif qilamiz. Allohga emanet.